Qor yog'gancha suv qoldi. Uyda ham hisobiyot. Yangi yil yaqin hali bozorlik qilish kerak. Hali qilish kerak. Bu Ro'shanda o'g'lim. Bechoraning oyog'ida naskemi u? Chaqirib aqib biz olib beramiz, adasi olib bermaydi buni. Ma'qul. Ma'qul. Uka, qarab ol. Assalomu alaykum baratonlar. Va alaykum assalom. Bu shapkang ishi kiysan bitta paypoq kiymabsan-da. Sen Ro'shanda o'g'lisan-ku? Oting nima edi? Instagramnikimni so'rayapsizmi? Sevgidan kuyganchiga bo'ri. Yo, unaqa narsa gapirma bizga. Pasportdagi otingni ayt. Ha, Sardor, Sari desiz ham bo'ladi. Sari? O'zi sari o'rab yursang ham bo'ladigan bo'lib qolibdi-ku. Yo, gap ko'paytirma, pulni ber. Men Nurgapaga borsang, julli paypoq sotib bitta olib kiyib shamollab qolasan. Ha, kerak emas, men paypog'im bor ham aka men. Ben bu ro'molchan baylaganmisa shu paypog'imi shu. Qani? Bu gamashan kiymatdi yo'q qo'shing. Ya yomon shamollaysan, Hushyor bo'l, ertaga shunaqa shamollaysan, tikka turaman deganingda yotib qolaverasan. Umring yotoq bilan o'tib ketadi. Ota-onam narsalar-ku, aralashavermaydi. Ha, gapingni qilmaman-ku. Bila qo'y, bitta mahallaga 7 ta bola ota-ona, tushundingmi? Ya o'chir ovozingni. Sen O'zbekiston aholisiga o'z hissingni qo'shishing kerak. Kiyasan dedimi? Kiyasan. Kiyadi. Kiyasan. Nima? Solishasanmi yo'q? Solishib qo'yaman. Kiyadi bo'lsin. Maydachi? Singilchi? Bu o'g'ilchami, qizcha? O'g'ilcha? Mencha sirincha. O'zi to'ylaringga bo'ldi qancha? Manimcha 7 oycha. 7 oychada shu o'g'ilcha. Balocha? Uyoltirmang amakicha. Bu yoshlar yomon chaqqoncha. Havocham sovuqcha. Uyga ketdim. Ozgina o'tir. G'iybatchada. G'iybatchaman, suhbatcha. Yana kelyapti darmaycha. Darmaycha. Assalomu alaykum amakicha. Bu qachon to'ycha? So'ymasanmi bir qo'ycha? Iloj qancha chiqmayapti debdi, yaxshi qizcha. O'zi joyidami sog'liqcha? Saptimi jancha? Bu akang qildi prikolcha. Ukacha, onachangni, otachangni qiynamasdan tezroq uylanda. Sizga nima farqi bor amakicha? Undan ko'ra quvering g'iybatchani. O tapishkachamdan basharachangga bir uraman. Aptichan yoriladi. To'liqmi? Go'dakcha. Открываю двери без ключа. Voy yaponcha, optik yangmosincha? Voy yaponcha, uyga qilamiz o'shuncha. Kakas yangi qilganda cho'poncha bilan salatcha. Ya qo'ying amakcha. Uyga boray ertacha. Bu xotinchasining chiziqchasidan chiqa olmaydi-ku bacha. Ya pocha. Oshirib yubordi ekanchicha. Ko'ngilchasiga tegib qo'ydingiz-da. Ko'ngilchangni ko'chasiga, ko'ngilcha. Aytgancha, uyda kuygan lampochkacha. Shunga olgandim duselcha. Narx qancha? Qimmatmas uncha. Odamlar maqtashyapti, uyni yortar ancha. Tokni ham yerkan jicha. Sifati ham vafshi findiferskicha. Bo'pti, unda bugunga yetadi g'iybatcha. Davay tagda, ertagacha. Qizlar, nima bunaqasizlar? Aziz. Og'aynimni to'yi edi bugun, esingdami? O'sha yoqqa borib kelamiz. Tezroq tayyor bo'l. Hozir. Qanchalik tayyor bo'lasan sen, Men tayyorman. Dunyo rekordi azizlar. Eri xotin ko'chaga chiqayotganda xotin eridan oldinroq tayyor bo'ldi azizlar. Taassurotlaringiz qanaqa? Men to'g'risini aytsam, uyda yetishtirilgan, xotinim bo'yanib, kiyinib tayyor bo'lgan. Eng qizig'i 3 minut 49 sekund ichida tayyor bo'lgan. Tushunasizmi bu narsani? Tushunaman. Qanaqa bu darajaga erishdingiz? Bizga ham o'rgatasizmi? Qo'shnining xotini shu sirga chiqdi-yu. Ani demani xotin shunaqa bo'lsa, bu joyga mehmonga boramiz degan 3 kun bo'yanadi. Iplos. Ayollarga murojaatingiz. Sizlar borsizlar kimsiz? Hop, bir minut, aka. Alo. Yasalli kiygunlaringcha to'y tuga bo'ldi. Kiymay qo'yaverlaring. Nima? To'y tugabdi. Uf, endi hech qachon voqli tayyor bo'lmayman. Ayollarga murojaatingiz. Sen iplos meni intervyoli vaqtimni olmaganingda shunaqa bo'lmagan bo'lardi. Qodir quloq. Ming bor zo'r, sanikidan baland mashina olib qo'yibmiz-da. Ya, muncha pastdasan Qodir quloq. Dadang tagi stolcha qo'y, gapirishga qiynalyapmiz. Baland mashina olib qo'yibmiz-da. Menga qarab.
Dadangni orqasi yonyapti, lekin bildirmayapti. Kechasi shunaqangi qiynab chiqadi, zumnoy pasta so'rt yalpizligidan. Joyini ham qo'l qilib qo'y. Realing nima bo'ldi, realing? Yutqizib qo'ydi. Mbappeng o'yin olmayapti-ya. Uni ustiga men mana bunaqangi mashincha oldim. Yaqinda Xonsaroydan uy olaman. Traynoy udar bo'lar ekanda. Assalomu alaykum, Qodir aka. Assalomu alaykum. Suvdan qarz bor ekan, suvni o'chirishga keldik. Ya aka, 1-2 kun o'chirmasdan turing shuni suvini. Chunki bunga suv hali ko'p kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa napori bilan bering. Sen bu yoqqa Qodir quloq. Sen nima ajablanmayapsan? Ajablan. Seni ko'ting yonishi uchun oldim bu mashinani. Faqat meniki yonadimi? Yonsin. Ovozini qara, dingillatadi. Dada, Ha, bolam. mashinani kreditga oldi. Endi pulini o'lib to'laysizmi? O'lsam o'laman bolam, lekin Qodir quloqni orqasini yondirib, kuydirib, keyin o'laman bolam. Jonginam yuraverdi. Nega badanim titraydi? Yaqin, assalomu alaykum. Alaykum assalom, ukam qalaysan? Yaxshimisiz, Hojjoni, Hojjotni, yaxshimilar? Zo'r qatga ekan ukam? Yo'lni oxiridagi choyxonaga. Bo'ldi, o'tir ukam. Ha ukam, bugun bolalar bilan choyxona bormidi? Bolalar bilan emas, aql, yaqinlar bilan. Ayo'g'e. Ha, to'g'riga. Yaqin rahmat kattakom, Hojjonim bilan duosini olib yuring. Bo'pti ukam. Ukam demang boshqa. Xo'p. Hopmas, xo'p bo'ladi. Strayb o'tdani. Yaqin, yaxshimisa, sog'liqli, amalli. Yaxshimi? Yaqin. Nega vazir? Yaxshimisa? Rahmat. Xonadonlar obod. Jigar, tuzumsa, tasirasan, Hojjondan, Hojjotdan. Yaxshimilar? Jigar, taqalaysan. Yaxshimisa, bormisa, Xudoga. Davay, o'tiramiz. Amin. Gap yo'q. Radnoy endi ona haqida bitta. Bo'ldi. Davay. Jigar, Instagramga dushmanlarga videoga olaylik. Sevganimni sizdan ham afzal bilib navoiyjon. Kechiring men nodonnim, do'st bilib ben shaytonnim. Ajratdi meni yaxshi yomonnim. Yaqin ko'rishamiz. Alloh palov qilsin. Davay. Ani ish tashladingmi? Qaytganman jigar. Jonginam yuraverdi. Nega badanim titraydi? Assalomu alaykum ona. Bolam, asaltoyim mani. Yaxshi keldingmi? Ke bolam, ovqatsiz beraymi? Erkatoyim mani. Juda muta. Ona uyaltirmaying.